Bugungi videomizdan boshlab chet el Minecrafter youtuberlar va ularga qarshi esa O'zbekiston Minecrafterlar, ya'ni O'zbekiston tanigan auditoriyasiga ega bo'lgan youtuberlar o'rtasida challenge bo'lib o'tadi va bu challengeimiz naqd 7 hafta davom etadi. Youtuberlar esa mana shular bo'ladi. Azizlar, sizlar ko'rib turgan bu yerda bularning orasida mashhur bo'lgan, ya'ni Minecraftda tanilgan mashhur bo'lgan chet el Minecrafterlari, masalan, Daqwaviz, Dream va Atzebold, Mr. Beast, O'zbekiston Minecrafterlardan esa Raker, Artifact, Hacker va shunga o'xshash youtuberlar qatnashadi. Videoni boshida aytganimdek, challengeimiz 7 hafta davom etadi. Har bir challenge videomizdan esa bir dona youtuber g'olib chiqadi va bu 7 hafta davomida ishtirok etgan challenge videomizdagi youtuberlar esa oxirida esa faqatgina 7 ta youtuberlar o'rtasida bomba challenge video bo'lib o'tadi. O'zbekiston Minecrafterlarni qo'llab-quvvatlash uchun esa kommentariyaga tushib Uzbek Sila deb yozib qoldirishni unutmaymiz. Yo'kida qaysidir youtuber uchun dalda bo'lmoqchi bo'lsangiz, shu youtuberning nickini yozib, yoniga Sila qo'shib qo'ysangiz, ularga kichik bo'lsa ham motivatsiya bo'lgan bo'ladi. Qani unda biz videomizni boshladik. Demak, hammaga salom, sizlar bilan men Polochan do'stlar va hamma salomlashdi. Yo'q, qara qog'ozdan chiqasiz to'shosizlar. Bo'ldi, yetadi. Короче, do'stlar, sizga bitta narsa eslatib o'taman. Videom boshida aytishimdan chiqibdi. Videomizda do'stlar, inglizlar bilan biz gaplashib bog'lana olmaganligimiz tufayli, ya'ni o'zimizda ham haqqoniy bo'lish uchun o'zimizning, ya'ni O'zbekiston auditoriyasida yig'ilgan youtuberlar ham umuman videomizda gapirmay o'ynashadi. Buni esa men talab qilib qo'yganim yo'q. Bu esa inglizlardan chiqqan g'oya bo'ladi. Bu mening shartim emas, bu inglizlardan chiqqan shart bo'ladi. Shuning uchun mayli deb rozi bo'lamiz. Endi bo'lsa, hamma berkinsin. Davay, let's go! Yo, hamma ketdi uje. Yo, odamni qaranglar. Va do'stlar, men shu joyda sizlarga bitta narsa eslatib o'taman. Bizani bu videomizga barcha youtuberlarni chaqirish juda ham muammo bo'ldi. Shuning uchun bu mehnatimizni qadrlagan holda videomizga hoziroq pastga tushib, arzimagan bo'lsa ham like ni bosib qo'yinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi men o'ylab chiqdim, bu videomizdagi eng kichkina youtuber, ya'ni o'zim ekanman. Ya'ni hozirda mening YouTube kanalimda 30 ga dan oshiq obunachi bor. Kelinglar shuni do'stlar, tezroq 100 ga chiqish uchun bizga kichik bo'lsa-da yordam berish uchun hoziroq pastga tushib videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va shunaqa videolarimiz chiqishini xohlasangiz bizning Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi aytganimdek, videomizda qatnashishni xohlasangiz biz Telegram kanalimizdan obunachilarni aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir shuning uchun pastga tushib, silka orqali Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying. Yoki silkadan kira olmasangiz Telegram qidiruv bo'limiga www.polo deb yozsangiz ham kanalimizdan chiqazib beradi. Va videomizdagi ishlatilayotgan modlar bo'lsa, biz hammasini Telegram kanalimizga tashlaymiz. Shu yerdan bizning Telegram kanalimizdan, ya'ni modlarimizni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib, shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar va Telegram kanalimizda birinchi bo'lib yangiliklarni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Qani endi biz videoni davom ettiramiz. Xo'sh, mana youtuberlarga berilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi bo'lsa biz shu futbol maydonidan ularni topishni ham boshlab olsak ham bo'laveradi. Xo'p, endi biz youtuberlar hamma joyga tarqalib ketgan sababli biz sekin-astalik bilan bir chetdan tartib saqlagan holda, ya'ni tartibli bo'lib, adashib ketmasligi uchun biz sekin qidirishni boshlaymiz. Xo'p, bu yerdan, ya'ni to'g'riga boramiz. To'g'rida menimcha to'g'ridan boshlab, sekin chap tarafdan, ya'ni shu maydonni polni aylanib chiqib, qidirib chiqsak, tekshirib, ya'ni yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, bu yer qandaydir blok ekan, buni menimcha hech kim bizib kira olmagan, yoki da bizga bo'lsa ham qaytib joyiga qo'yib qo'ya olmagan. Xo'p, bu yerga kiradigan bo'lsak, bu ya'ni stadionning pastki qismi, ya'ni stullarning past joyi. Xo'p, endi biz bu yerda hech qanday qiladigan ishimiz ham yo'q va bu yerdan chiqib, tilim ham aylanmay qoldi. Bu yerda nechta youtuber bor? Tushunmadim. Artifact. Qanaqasiga artifact chiqib ketdi? Do'stlar, O'zbekistonni qo'llab-quvvatlayotganlarga mudhish xabarim bor. Artifact ham o'sha birdaniga youtuberlar o'rtasida challenge birinchi haftaligida chiqib ketdi. Bu bizga ancha minus bo'ladi. Sababi men bu videoni youtuberlar o'rtasida qatnashtirayotgan bo'lsam, baribir O'zbekiston youtuberlar tarafman. Lekin bizda birinchi bo'lib o'sha artifact ham chiqib ketdi. Bor umidimiz esa qolgan O'zbekiston Minecrafterlardan.
Xo'p, biz endi mayli yana qidirishni boshlaymiz. Zato lekin inglizlardan ham bir qancha youtuberlar ham chiqib ketdi. Bu bizga ancha yaxshi degani. Xo'p, mayli yana biz qidirishni davom ettiramiz. Xo'p, bu yerda qandaydir joy, lekin bu tepasi ham bor ekan. Tepasiga chiqib ko'ramiz albatta. Yana hekerni ko'rdim. Hozircha gap yo'q. İngilizlarda bir qancha youtuberlar birdaniga chiqib ketyapti. Cash va bu ismi chiqib qoldi. Dream, Daqovi, Sonic, Hacker ham chiqib ketdi ammo. Lekin bizga ancha yaxshi bo'ldi. Sababi inglizlardan, ya'ni chet ellik Minecrafterlardan juda ham ko'p youtuberlar chiqib ketyapti. Bu bizga ancha yaxshi degani. Mayli biz endi yana qidirishni davom ettiramiz, chaqilib qolmaymiz. Xo'p, va mayli, lekin O'zbekistonning youtuberlaridan hali ko'p youtuberlar qolgan do'stlar, bu bizga ancha yaxshi degani. Shuning uchun do'stlar, boya aytganimdek youtuberlarni qo'llab-quvvatlash uchun esa hozir kommentariyaga tushib O'zbeksilla deb yozib qoldiramiz yoki shu youtuberning nikini yozib qoldiramiz. Va do'stlar, yana bir eslatma, bunday kontentlarni hali O'zbekistonda hech kim qilmaganligi tufayli hoziroq pastga tushib bu kontentimizni qo'llab-quvvatlagan va mehnatimizni qadrlagan holda hoziroq pastga tushib like bosib qo'yinglar. Chunki like bosish juda ham oson, lekin bunday kontentlarni qilish, buncha youtuberlarni bir joyga yig'ib to'plab, ular o'rtasida challenge'larni o'tkazish bu juda ham qiyin narsa, hattoki nerealniy narsa hisoblanadi. Xo'p, mayli do'stlar, biz yana qidirishni davom ettiramiz. Bu qandaydir tepaga ikkinchi etajga, ya'ni ikkinchi qavatga chiqadigan joyga o'xshayapti. Va bu yerda kim? MC Bigness, inglizlardan Odilboy Lider, Boqurchik Daring Dil naryoda yana do'stlar. Yana birdaniga qancha youtuberlarni bitada to'xtab tashlayapmiz. Nahotki hech kim bir o'zi berkinmagan bo'lsa. Do'stlar. Lekin to'g'risi bizga ancha yaxshi bo'lyapti, sababi ingliz youtuberlar birdaniga ko'p chiqib ketyapti. Sababini bilmadim, lekin qanaqa, lekin chet el youtuberlari O'zbekiston youtuberlariga qaraganda ancha yaxshiroq berkinadi deb o'ylagan edim. Xo'p, mayli, hech narsa qilmaydi, bu bizga ancha yaxshi. Yana mayli, ular bizning hozir tilimizni tushunishmaydi, shuning uchun bemalol kommentariyaga tushib O'zbeksilla deb yozib qoldiramiz. Bunaqa videolarni hech kim hali qilmagan O'zbekistonda. Shuning uchun pastga tushib hozir like knopkasini bosib qo'yamiz. Agarda shu videoning like-ini bomba qilib tashlasanglar, ya'ni qanaqa 10 ka, 5 ka, bilmayman hozir qancha like qilishimizni, shuning uchun shunga qarab hozir biz kontentlar sonini ko'paytirishga harakat qilamiz. Buning uchun sizlardan so'raladigan narsa like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda editorlar qiroli Power Studio va bu yerda kimlar? Shahin, mening shaxsiy, ya'ni Vibe Team komandasining asosiy youtuberlardan Shahin chiqib ketdi. Bu bizga ancha yomon minus degani. Do'stlar, birdaniga hozir yana bir qancha, ya'ni 10 ga yaqin youtuberlar chiqib ketyapti. Bu nimasi axir? Vibe Teamning Discord serveriga qo'shilib qo'yishni tavsiya etaman. Bu Discord serverimizda yaqinda 1K ga ozgincha qoldi, 1K odam bo'lishiga. Hozirda serverda mana shu rasmni ko'rayotganingizdek shuncha odam mavjud. Kelinglar shu Discord serverimizga qo'shib qo'yib, odamlar sonini 1K ga chiqarishga yordam berasizlar. Mana o'zingizlar ko'rayotganingizda juda ham ko'plab youtuberlar chiqib ketdi. Challenge'imizdan bu bizga ancha yomon degani do'stlar. Nimaga desanglar, bizda do'stlar o'zbek youtuberlarini ham va chet el youtuberlarini ham birdaniga ko'pini chiqazib tashlayapmiz. Sababi biz ularni topib qo'yapmiz. Nimaga bilmadim, yoki-da men shunchalik shu darajada sekin qidirayman ularni, shuni tushuna olmayapman. Lekin ular birdaniga bir joyga berkinib olishgan. Bu nimasi axir? Shaxsan o'zim shunday challenge-ni qatnashganimda men o'zim berkingan bo'lar edim. Sababi birdaniga bir qancha youtuber chiqib ketgandan ko'ra birdaniga bitta dona youtuber chiqqani ancha yaxshiroq menimcha. Xo'p, mayli, biz qidirishni davom ettiramiz va bu yerdan biz qidirib ham bo'ldik va biz ortga qaytib chiqamiz. Va do'stlar, mana shu yerdan mana biz videoni boshida shu yerga kirib ketgan edik va chiqqanimizda 20, balkim 30 dan ortiq bo'lgan youtuberlarni topib tashladik. Xo'p do'stlar, va mayli, biz endi tepalarni qidirishni boshlaymiz. Tepalarda ham kimdir berkinganmikin? Hozir bilib olamiz. Hamma joyni sinchkovlik bilan qidirishga majburmiz. Sababi bu joy unchalik katta ham emas, lekin kichik ham emas. Bu yer faqat futbol maydoni, boshqa yerlar yo'q. Asosan futbol maydoni va futbol tematikasiga o'xshash joylar mavjud faqatgina. Shuning uchun biz sinchkovlik bilan qidirishga majburmiz. Va do'stlar, yana bir eslatma bor. Biz bunday kontentlarni sonini ko'paytirish uchun kommentariyaga kirib, qanaqa video chiqarishimizni yozib qoldiring va bizni
ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchilar bo'lsa ham kommentariyada yozib qoldiring. Qaysi ijtimoiy tarmog'imizdan bizni ko'proq kuzatasiz? Shuni ham yozib qoldiring. Va do'stlar, bunday kontentlarni O'zbekistonda hali hech kim qilmagan. Bu kontentlar ideyasi, bunaqa kontentlarni faqatgina bizning kanalimizdan topishingiz mumkin bo'ladi. Bunga o'xshash kontentlarni qaysidir boshqa o'zbek youtuberlar qilsa, bilingki bu kontentlar g'oyasi mening kontentimdan chopilgan bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, hozir pastgacha bu kontentimizni qatirlagan holda videomizga like bosib qo'yinglar. Sababi bunaqa kontentlarni hali hech kim unchunchasi qila olmaydi. Sababi bu narsa juda ham qiyin. Chunki buncha O'zbekistonni chet el youtuberlar yo'qda tursin, O'zbekiston youtuberlarini bir joyga yig'ish juda ham qiyin, ya'ni mushkul narsa. Biz shu darajaga keldikki, chet el youtuberlarini ham O'zbekiston youtuberlari bilan ham bellashish uchun chaqirib, hozirda challenge videomizga qatnashib berishyapti. Bu uchun ularga kattakon rahmat deb qolaman do'stlar. Inglizlar bilan qanday bog'landingiz desangiz, biz inglizlar bilan ijtimoiy tarmoqdan, ya'ni profillardan gaplashib, shartlarni tushuntirib qo'ydik. Ular bizning Discord serverimizga qo'shiling desam, qo'shilisha olmas ekan, bilmadim nimaga. Lekin do'stlar, biz ularga shu darajada ham kattakon rahmat deb qolamiz, sababi ular bizning videomizga qatnashib berishyapti. Hattoki menda hali 50 ga ham yetib bormagan bo'lsa ham, ular umuman kibrlik narsa yo'q ularda, hammaligisi mayli deb rozi bo'lishdi. Va xudo xohlasa keyingi kontentlarimizda ham ularni kutib qolamiz va kommentariyada ham yozib qoldiring qaysi chet el youtuberlarni kuzatasiz va qaysi chet el youtuberlarni qo'shishimizni va O'zbekistondagi qaysi youtuberlar qolib ketdi. Shuni ham kommentariyada yozib qoldiring, balkim ular bilan biz ham bog'lanib ko'rib keyingi videomizga qo'shishimiz ham mumkin bo'ladi. Xo'sh, endi mayli ko'p ham gapirib yubordik. Endi biz bu yerdan bu yer qanaqa joy o'zi, bu yana bu o'tiradigan joymi desam, tak, yo, narada kimdir yuguryapti. Yo! Ketdi, yugur. Umar Blade Yasikoni ko'rdimmi adashmasam? Ha, Master Klaus Smart Boy. Yo! Kimlar qochib ketyapti narada? Yo, do'stlar. Bu yerda esa boshqa youtuberlar qochishyapti. Yo. Va u yerda Mezos va biz pastga tushamiz sekin-astalik bilan. Lekin ular birdaniga nega bir joyga berkinib olishyapti? Shunisiga men tushunmay qolyapman. Nimaga ular bir joyga berkinib olishyapti? Lekin bu bizga ancha yaxshi degani, sababi biz ularni uncha qiyinlik tug'dirmaydi ularni topish. Bu bizga ancha yaxshi degani. Hozirda do'stlar bizda o'ylab chiqdim. Faqatgina bizda 3 ta dona youtuber qoldi. Bulardan ikkitasi ingliz, ya'ni ikkitasi chet el Minecrafterlari, bittasi esa O'zbekiston Minecrafter, ya'ni O'zbekiston auditoriyasi tanigan Raker qoldi. Xo'p, mayli, biz endi qidirishni davom. Yo, mana. Yo, Mr Beast va Speed Silver. Yo, mening eng yoqtirgan youtuberim bu Speed Silver bo'ladi. Favorit men uchun Speed Silver chet elliklardan. Yo, do'stlar, mana o'zinglar ko'rganlaringdek biz birdaniga o'sha ikkita, ya'ni bo'ldi o'sha chet el Minecrafterlari bu challengeimizda afsuski yutqizishdi. Faqatgina biz hozir Rakerni qidirib topsak bo'lgandi. Hozir esa biz yana qidirishni davom ettiramiz. Hech narsaga chalg'imagan holda albatta. Xo'p, mayli, biz ketdik. Endi Raker, brat, qattasiz Rakerni topsak bo'lgani do'stlar. Bu challengeimizda yaqqol ko'rinib turibdiki, bu challengeimizda O'zbekiston Minecrafterlari YouTube chiqdi. Kommentariyada ham yozib qolib, yo, Raker bo'ldi. Rakerni ham topdik do'stlar. Yo'q, bizil. Eng qiziq ular qatdan tushib olganligini men tushunmadim. Yerni qazib, yo, Raker, tabriklayman. Siz O'zbekiston sha'nini oqlab, ya'ni bu challengeimizda birinchi bo'lib O'zbekiston Minecrafterlar, ya'ni O'zbekiston sha'nini oqlab, O'zbekistonni birinchi bo'lib challenge videomizda yutdingiz. Va do'stlar, mana o'zingizlar ko'rayotganingizdek, birinchi challengeimiz, ya'ni birinchi haftaligimizda birinchi bo'lib O'zbekiston Minecrafterlari challengeimizning final qismiga chiqadigan bo'lishdi. To'g'risi, obunachilar, bunaqa kontentlarni qilish juda ham qiyin bizga hozirda. Shuning uchun kelinglar do'stlar, videoning oxiriga kelganda hammamiz birganiga pastga tushib, hoziroq pastga tushib, like bosib qo'yinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, sababi biz bunday kontentlar sonini juda ham ko'p qilmoqchimiz. Shuning uchun hoziroq pastga tushib, bizga kichik bo'lsa-da motivatsiya yoki kichik bo'lsa-da yordamingizga tegis uchun hozir pastga tushib videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin va kommentariyada qaysi youtuberni fanati yoki qaysi youtuberga favorit bo'lganingizni ham yozib qoldiring. Bu bizga ancha qiziq bo'ladi.